Mana akalarimiz akva ishi derazadan olib kelgan. Mana iplarni spesialni qo'ygan bular ko'tarish uchun. Квадрат сколько стоит это? Не знаешь? Только доставка, да? Vika. 25 ming 30 ming dersizmi? Bu lager bu. Ishlangan joylar. Akalar, Jonibekjon ham akva chirib ketdi aka. Mana bular ishlangan joychalarni qarang. Ishlangan. Ha. Aka. Shu kirni qishloqdan ekan, Buxorodan ekan aka. Dastavchiklar. Aka. O'zimiz akva sexda nomerini qo'yib qo'yamiz aka videoga. Mana aka. Oyna tashiydigan dastavka mashina. Moshincha. Mana akalarimiz ketyapti. Keng. Animacha bor. Mana aka eshiklar. 25 ming deyapti rublga kvadrati. Ertaga kelar ekan, bugun kelarmi, yana so'raymiz. Qanchadan chiqyapti? Kvadrat. Mashinasi videodan olamiz, like'larga bosib qo'ying. Narxlarni ertaga chiqaramiz. Nasib bo'lsa, ustonim kelgandan keyin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.